Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men usta Arslonbek. Yana bir fayzli xonadonimizni tunikafon ishlarini Farg'ona viloyati Quva tumani Yangi qishloq mahallasida qilib berganmiz. Bu xonadonimizni sizlarga hozir to'liq obzorini qilib beraman. Qaydlarni qilib berganmiz. Qanaqa dizayn fasonda qilib berganmiz. Hammasini sizlarga tunikafon haqida bo'lgan ma'lumotlarni qo'limdan kelganicha sizlarga yoritib berishlikda mana shu videomizda harakat qilaman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz biz xursand bo'lamiz. Mana shu videomizni tunikafon qildirmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'yasiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz biz sizga tunikafon haqida doimiy ma'lumotlarni berib o'tishlikda va mana shunaqangi bitgan xonadonimizni tunikafon ishlarini sizlarga dizayn fasonlarini ko'rsatib, qanaqa holatda, qanaqa sifatda bitganlari hammasini ma'lumotlarni berib o'tamiz. O'z dizayningizni, xonadoningizga dizayn fasonlar tanlab olishlik uchun sizga qulay sharoit bo'ladi. Bu xonadonimizda mana shu ko'cha tomon shapkasini qilib berganmiz. Ko'cha tomon shapkasini tarnolari bilan birgalikda qoshli 90 gradus Novo karnizlari bilan qilib berganmiz. Bu xonadonimizga ishlatilgan ranglar oq rangi, shokolad rangli va tilla ranglarimizdan foydalanganmiz. Xo'p, ko'cha tomonimizga mana shu ko'rib turibsizlar, mana shu tomonlarni qilib berilgan. Bu tomonda ozgincha zazor tashab ketilgan, chunki bu yerda ablisovka g'ish bo'ladi ekan. Shuni hisobini olgan razmerlarni tashab ketgan holatda joyda biz tunikafonni bitirib qo'yganmiz. Va mana bu tepa tomon darvozasini tepasini ham chiroyli holatda yopib, go'zal holatda qilib bitkazib berganmiz. Xo'p, bu xonadonimizni mana shu darvozaxonasini qilib berdik. Darvozaxonasini ko'rib turibsizlar, juda ham go'zal holatda. Do'pchalarini, shaxmatini, do'pchalarini mana shunaqangi qilib berilgan. Do'pchasi yulduzchali, tilla ranglik, chekasiga rover gullarimizdan qo'yib berganmiz. Shestikranli karniz va lolacha gullari bilan chiroyli holatda mana shu darvozaxonamizda qilib berilgan. Mana bu lyustralarni esa xonadon egasi olib kelib bergan. Biz chiroyli holatda qilib o'rnatib berdik. Ko'rib turibsizlar, juda ham go'zal holatda bo'lib, o'z nihoyasiga yetgan. Xo'p, ozgincha kamko'slarimiz bor. Hozirda o'sha kamko'slarni tugatishi 1 soatlik u yoqda ishimiz qolgan. Shu kamko'slarni qilib qo'ysak, inshaalloh go'zal holatda bo'lib tugaydi bu xonadonimiz. Ichkari tomon tarnolari bilan birgalikda polностью ko'chaga moslab turib, mana shu shapkalarni ham qilib berganmiz. Eski tarnov qo'yilganida o'zini tarnovsi rangi nerjavika, ya'ni nerjavika emas, manaqa ruh tunikadan bo'lganida o'sha ruh tunikasini rangi ham yoqmagani uchun va qiyshiq o'rnatilganligi uchun xonadon egasi tomonidan chiqartirib yubordi. Biz chiqarib, ranglarini ham bir-biriga kombinatsiyasini bir xilda qilib, chiroyli holatda qilib berganmiz. Uklonlarni mana shu ko'cha tomoniga chiqarib berganmiz. Mana shu polностью xonadonni ukloni mana shu ikki tomondan tushib ketadigan qilib berilgan. Mana bu xorlarni ham chiroyli holatda qilib yopib berilgan. Mana shu xorlarni ham regellarni ham chiroyli qilib o'rab, mana shu darvozaxonasi polностью qilib berildi. Xo'p, bu xonadonimizni 192 kvadrat tunikafon mahsulot sarf qilib berganmiz. 140 ming so'mdan mana bu ko'rib turgan lesalaringiz, reyka, samaris, usta xizmati, yo'l kirasi hammasi bizning o'zimizning hisobimizdan bo'lgan holatda qilib berdik. Xo'p, mana bu chekasida milliy gulini 250 ming so'mdan kvadratiga qo'yib berganmiz va tarnovlarni 65 ming so'mdan metrga qo'yib berilgan. Umumiy bu xonadonimizni 32 million 400 ming so'mga mana shu ichkari tomon shapka tarnovlari bilan va mana bu ko'rib turgan darvozaxona ko'cha tomon shapkalari bilan birgalikda 32 million 400 ming so'mga go'zal holatda bo'lib bitdi. Bizga uyda egasi Rossiyadan turib murojaat qilgan, xonadoniga yetib kelib, razmerlarni o'lchab hisob-kitoblarni chiqarib berganmiz va zakat olingan, 1-200 dollar atrofida zakat olganmiz va xonadoniga mahsulotlarni hammasini o'zimiz yonimizdan tayyorlab olib kelib, xonadonni egasini ko'z oldiga qo'yib turib, mana uyda egasiga ko'rsatganmiz. Mana materiallarimiz keldi. Endi bizga 70%, ya'ni 35 million plus minus bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 28 million, 27 million plus minusida zakat olingan. Qolganini esa ishimizni chiroyli holatda tugatib turib, mana go'zal holatda tugatib berdik. Xonadon egasiga ma'qul keldi. Inshaalloh videolarni Telegram orqali tashlab berganmiz va uydagi ota-onasi ham chiroyli holatda bizning ishlarimizni qabul qilib olishdi. Biz qolgan hisob-kitoblarni ham qilib chiroyli qilib topshirdik. Mana bunaqangi oshib qolgan mahsulotlarimizni
xonadon egasidan ayirib yuborgan holatda mana shu xonadonga sarflangan tunikasini hisoblab berdik. Bu xonadonimizga 200 kvadrat tunikafon mahsulot hisoblagan edik. Kelib hisoblaganimizda plus minusi bo'ladi deymiz. Har doimki baribir mana bu regellarida ozgincha o'ynab qolishi mumkin. Qaytlarda 1-2 sm dan o'ynasa ham общий объемda bir 5-4 kvadrat razницasi bo'ladi. Qaysidir joyda, qaysidir obyektimizda bu kvadrat plus bo'lib qolishi ham mumkin. 5-4 kvadrat plus ham bo'lishi mumkin, minus ham bo'lishi mumkin. Biz plus minus deb turib ishni boshida olamiz. Mana bunaqangi ko'p holatda hisob kitobimiz mana 192 kvadrat bu xonadonimizda ketdi. Mana shu xonadonimiz 192 kvadratga hisob kitobini qildik. Kvadratini esa 200 kvadratga chiqarib bergan edik boshida. Minus bo'lyapti. Mana xonadon egasiga bu ham qo'shimcha yordam bo'ladi inshaalloh. Xo'p, xonadon egasini oila a'zolarini hech qanaqangi ovoragarchilik qilib bir bozorga yo'g'irtirib bir narsalar olib kelgizdirmadik. Inshaalloh mana shu lustrasini o'zi xohishiga binoan olib kelib berdi. Biz uni chiroyli qilib o'rnatib berdik. Qolgan hamma yo'g'ini o'zimizning yonimizdan olib kelib, chiroyli holatda ishlarini go'zal qilib bitkazib, topshirib berib chiqib ketyapmiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Agarda sizga ham shunaqangi tunikafon xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta shu nomerimizga aloqaga chiqaverasizlar. Ekranimizda turgan nomerimizda Telegram, WhatsApp, imolarimiz bor. Aloqaga chiqsanglar, inshaalloh ishlarni go'zal qilib bitkazib beramiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab inshaalloh go'zal holatda qilib ishlarni bitkazib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Fayzli tunikafon jamoasi bo'ldi.